Assalomu alaykum musofir degan akalar. Navbatdagi reysimiz 2-may Nijniy Kazan yo'nalishimiz. Duo qilayotgan bormi katta? Tog'a, bir duo qilaysiz. Amin. Şu yigitlarni, şu farzandlarimizni ko'rish ko'rini bersin. Shofirlarga insof bersin, omadini bersin. Amin. Faqat yaxshi keldikmi, yaxshi bolalarimiz bo'ldi. Allohu akbar. Allohga omonat. Akalar yaxshi yetib olinglar, bergan pullarga rozi bo'linglar. Akalar Wi-Fi'ni hozir qo'shib beradi. Wi-Fi'lar ishladimi? Bemalol telefon qilasizlar 77-70 nomerlarimizga. Seshanba, juma reyslarimiz. Priyama Kazan, Nijniy. Tamojiga 200 so'm ber, unga ber, bunga ber yo'q. Akalar. Allohga omonat, yaxshi to'ringlar. Hamma sharoitlar bor. Wi-Fi'gacha qo'yib qo'yganmiz.